Ikkita bolangiz uchun bitta xona kichkinalik qiladi. Ikkita kravat va ikkita dars stolini joylashtirish qiyin. 2 qavatli kravat esa endi kichkinalik qiladi. Shuning uchun quyidagi dizaynni sinab ko'ring. 2ta kravatni turli darajalarda joylashtiring. Bu usul joyni tejaydi. Pastki kravat ochiq va kengroq joy beradi. Yuqoridagi kravat esa yumshoq yostiqchalar va xavfsizlik panjaralari bilan jihozlandi. Deraza oldidagi o'rindiqdan zinapoya sifatida foydalaning. Kravat ostiga katta buyumlarni joylashtiring. Ko'p kiyiladigan kiyimlarni esa oldi tomonga joylashtiring. Kundalik turmush buyumlarini esa tortmalarga joylang. Kravatning bosh qismida tokcha uchun joy qoldiring. Kerakli narsalarni joylashtirish uchun kravat ro'parasiga katta shkaf o'rnating. O'qish va uy vazifalarini bajarish uchun alohida yozuv stollari qo'ying. Xonaning o'rtasiga devor o'rnatib, parda bilan ajrating. Yanada foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'ling.